10 kunda minus 15 kilogramm. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdilaring, mana qornimni ko'ryapsizlar. Qornimning ichidagi pirslarni ham ko'rayotgan bo'lsalaring kerak. Buni ko'rish uchun faqat qorni bor akalarga ko'rinadi. Qorni borlarga ichidagi pirslarni bemalol ko'rala. Shuna qobiliyat bor. Xo'p, vaznimga keladigan bo'lsak, vaznim 99 kilogramm. Men 15 kilogramm ozmoqchiman 10 kunda. Bu uchun nimalar qilishim kerak? Dieta qilaman. Dietaga nimalar kerak bo'ladi? Biz ikki xil dietadan foydalanamiz va jismoniy mashqlardan foydalanamiz. Bizga kerak bo'ladi birinchi dietamizga tuxum va mandarin. Ikkalasi qo'shib yeyiladi. Tuxumni qaynatib yeyman. Mandarinni esa shunchaki qo'shib yeyman. Tuxumni hidini bilasizlar, o'shani hidini yo'qotish uchun mandarin kerak. Ikkinchi dieta ovqatimizga kefir kerak bo'ladi. Kefirni men 3.2% ligini oldim. Sizlar o'zlaringga ma'qulini olib ketaverasizlar. Hop, bizga yana kerak bo'ladi gazli suvimiz, gazli suvlar ko'ryapsizlar. O'zimizni suvga o'xshaydi. Men Rossiyada dieta qilyapman do'stlar. Kim Rossiyada qayerda bo'lsa belgilab ketinglar, yozib ketinglar. Bizga kerak bo'ladi yana limon kerak bo'ladi. Xo'p, bular qanaqa tayyorlanadi? Buni qarang. Kefirni, suvni olamiz, aralashtiramiz va limonni qo'shaveramiz. Va bu yerda esa tuxumni qaynatamiz va qaynatilgan tuxumga mandarin bilan yeymiz. Ha do'stlar, birinchi kundan 10 kungacha kuzatib bordim deb turib maqtanib yurish uchun obuna bo'lib qo'ying va videoni qorinli do'stlarga jo'natib qo'yamiz.